Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda Flutterda holat boshqaruvi va navigatsiya haqida gaplashamiz. O'zi holat boshqaruvi, state management nima? Flutterda holat boshqaruvi bu ilovani foydalanuvchi bilan o'zaro ta'siri natijasida o'zgarib boradigan ma'lumotlarni boshqarish jarayoni. Eng oddiy usul bu set state funksiyasi hisoblanadi. Set state yordamida UI ni yangilash mumkin. Endi state managementda o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, masalan uchun bizda qanaqadir ma'lumot bor, ya'ni text. Bu text har 5 minutda o'zgarib turishi kerak. Bu o'zgarishni saqlab va uni ekranda o'zgarishini ta'minlab beradigan narsa bu state management, ya'ni bu holat boshqaruvi. Holat degani bu o'zgaruvchilarimizni tushunsak bo'ladi bunda. Ya'ni dasturimizda ishlatilayotgan o'zgaruvchilarni holatda saqlaymiz. Bu holatda boshqaruvni bir necha murakkab usullari bor. Bulardan block, provider, riverpod va boshqalarni aytsak bo'ladi. Lekin bu darslarimiz bizda aynan dasturlash o'zini o'rganishga qaratilgan bo'lganligi uchun biz qiyin state managementlarni ishlatmaymiz. Eng osoni bo'lgan set state, ya'ni Flutterni o'zida mavjud bo'lgan lokal holat boshqaruvidan foydalanib state managementni o'rganamiz. Keling, bu gaplashganimizni kodda ko'ramiz endi. Mana bizda Flutterdagi eng boshlang'ich dasturimizni run qilib oldik. Bu kodlar sizda ham chiqishi uchun samplesni bosib counterni tanlang va sizda ushbu kodlar chiqadi. Undan so'ng esa ushbu run tugmasini bosish kerak bo'ladi. Va mana bizda kodlarimiz bu tarafda yozilgan, bu yerda esa dasturimizning ko'rinishi turibdi. Aynan bu dasturimizda lokal holat boshqaruvidan foydalanilgan. Mana kodimizni qarasak, bu yerda siz bu tugmani shuncha marta bosdingiz deb ko'rsatyapti va 0 ko'rsatyapti. Endi bosaylik. 1 2 3 4 ko'payib boryapti. Bu qanaqasiga bo'lyapti desak, mana bizda counter degan o'zgaruvchi yaratilgan. U boshida 0 ga teng va uni bu yerda ko'rsatyapmiz. Bu tekstdan so'ng turibdi. Va bu yerda buttonimizda on pressed bosilganda increment counter degan funksiya ishga tushsin deyapmiz. Endi bu increment counter ko'rsak, buning ichida set state yozilyapti. Counter plus plus. Plus plus degani counter barobar counter qo'shilgan 1 degani, ya'ni har tugma bosilganda bu bittaga ko'payursin va UI'miz yangilansin deyapmiz. Kerak, endi har bu bosilganda 2 ga ko'paysin. Buning uchun counter barobar counter qo'shilgan 2 yozamiz va run bossak, mana qarang, bu yerda 0 turibdi. Endi plus qilsak 2 bo'ldi. 4 6 8 har bosilganda 2 ga ko'payib boryapti. Bu yerda biz yana boshqacha logika yozib set state dan foydalansak ham bo'lardi. Yana ikkita text yozsak, ikkita joyda bu o'zgaruvchimiz ko'rinib turadi. Siz ham buni o'zingiz o'zgartirib ko'ring, yangi o'zgaruvchilar qo'shib ko'ring. Endi sekin navigatsiyani o'rganamiz. Mana bu biz yangi kod yozdik. Bu kodlarni bitta joyga qo'yib, uni linkini bu videoning tagida sizga berib o'taman. Bu yerda main, run app, material appimiz boshlanyapti va hozir biz home screenda turibmiz. Home screenimizda yangi ekranga o'tish degan tugma bor, ya'ni bu tugmamiz. Bu tugmani bossak, ikkinchi ekranga o'tamiz.
Bu qanaqasiga bo'lyapti? Ikkinchi ekran, ya'ni bu second screen. Bu elevated buttonimizda on pressed bosilganda navigator.push deb yozamiz. Kontekst beryapmiz. Bu kontekstni biz bu yerda olyapmiz. Build-dagi kontekstdan. Va material page route builder shunaqa yozib second screenni beramiz. Shunaqa qilsak, biz ikkinchi ekranga o'tyapmiz. Endi orqaga qanaqasiga o'tyapmiz? Bu backni bosgan holatda bizda Flutterda shunaqa widgetimiz bor, app bar degan. Bu yerda o'zi avtomatik ravishda orqaga o'tadigan button bo'ladi va text bo'ladi o'rtada. Tekstni biz title'da beryapmiz ikkinchi ekran deb. Va o'rtada yana shunaqangi tugmamiz bor, orqaga qaytish. Buni bossak ham orqaga qaytyapmiz. Biz orqaga qaytish uchun navigator.pop kontekst deb yozishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa oddiy kod yordamida ikkinchi ekranga o'tyapmiz va orqaga qaytyapmiz. Bu juda ham oson. Siz ham yana skrinni qo'shib, ularga o'tib ko'ring. Mustaqil vazifa. Endi o'zingiz mustaqil kod yozib ko'ring. Eng avvalo set state orqali holatni o'zgartiring. O'zingiz yangi o'zgaruvchilar qo'shing, buni widgetda ishlating va undan so'ng esa qanaqadir buttonni bosish orqali holatni o'zgarib turadigan qiling. UI'miz o'zgarsin. Ikkinchi vazifa esa ilovamizga bir nechta ekranlar qo'shib, ular orqali oldinga va orqaga navigatsiya qilib ko'ring. Bugun siz bilan set state holat boshqaruvini va navigator yordamida navigatsiyani o'rganib oldik. Endi Flutterda interaktiv loyihalar yaratishingiz mumkin. Siz o'zingizni birinchi dasturingiz, ya'ni quiz appni yaratishga tayyorsiz. Sizda bu uchun barcha kerakli bilimlar bor. O'zingizga ishoning, siz buni qila olasiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha.